avlodlarni ko'pi uylanmayapti, erga tegyapti. Agar shu gapni ham ko'tariladigan bo'lsalar, men sizga tan bermayman. Agar shularniki hazm qilib, kelin tomonidan narsa olib, kelinga tug'dirib qo'ygan bolamizga nimadir kerak bo'lsa, o'zimiz olib bermasdan kelin tomonidan oladigan bo'lsak, bilmayman endi siz kimsiz. Agar biz tug'dirgan bolaga qayna-qaynata velosiped olib bersa, davolab qo'ysa, beshiy to'y, yo'qoting beshiy to'y. Ayting onangizga, qilmayman beshiy to'yni. Kuyov chaqirdi, qilmayman men dedi. Ota ko'rdi, qilmayman men dedi. Ayting onangizga. Mana shu joyini qirqib, masalani olib telefonda onalaringizga qo'yib bering. Qilmayman dedi. Ona, meni kallamni chotimga tiqib yuboryapsiz dedi. Do'q qilmang, nasihat qilmang, urushmang. Yo'qsa dadangizga ayting. Dada, mana shu narsani qilmaylik, chotimizni, kallamizni tiqib yuboryapti bular. Bunaqa qilib. Beshiy to'yi. Maqsad nima? Kelin tomonidan narsa olish.